Assalomu alaykum, Real Agrouz kanali podpischiklari. Bugun 28 mart. Baliqlarimizni tashlaganimizga 5-6 kun bo'ldi. Halim yotishibdi mana o'rtang hovuzchada. Afsuski bizda qurbonlar bor. Ikkitaga yetdi bugun. Uni ham o'ziga yarasha injiqliklari, qiyinchiliklari bor ekan. Baliq olib kelib tashladim degani ko'payib ketdi degani emas ekan. Kasallanib o'zi chekkallab o'biq qilaykan, alohida ajratib perkisvoridor qilinglar deydi birov sho'r tuz deydi. Короче, o'lib qoldi baliq. Bitta katta bekolaliga alohida parvarish qilaman deb turdim, ertalab o'lib qolibdi. Shunaqa gaplar og'aynilar. Sekin ustiga chiqyaptiman. Kattalar, kichiklar hali ham pastda yotibdi ko'pchiligi. Hali eng kattasi mana где-то shu 2 kilo, 2,5-3 kilo bor. O'shani hozir ushlab sho'r suvga botirib qo'yib yubordim. O'zini noqulay his qilyapti. Turbachadan chiqib tashqariga chiqib ketgan ekan. Ushlab ertalab olib kelib tashladim kecha. Ustlari loyida. Yana ushlab hozir sochokda yuvib, dorilab tashlab yubordim. Ana shu ko'rib turgan baliqlaringiz ko'rinyaptimi? Kimgadir bilmadim. Baliq kasallanganmi, lekin taklari shilinib ketgan. Bu turbaga kirish natijasida bo'lgan deb o'ylayman. Turbani ham chiroyli qilib bekitib qo'ydik. Xullas, mana sekin qimilla boshladi shu baliqni ko'pchiligi. Pastdagilar mana yotibdi. Buni ham o'zi bo'lmar ekan qo'ylar. Suv iflos deb o'ylashlaringiz mumkin, lekin chekkadagi tuproqlar yomg'ir natijasida yerga tushgan, lekin o'rtangi hovuzchamizga ta'sir qilmagan. Buning o'ziga yarasha qiyinchiliklari, mashaqqatlari bor ekan. Hali bu boshlanishi bo'lishi mumkin, o'lim holati. Ko'ngil cho'ktirmaymiz. Bundan ham katta narsalarimiz o'lgan. Albagang faqat qaraymiz, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Lekin mana eng kattasi mana shuni hozir ushlab sho'r suvga bosdik. Ustlarida qandaydir o'zgarish, dog' bu narsalar bor menimcha.